Agar mabodo probkalardan charchagan bo'lsangiz, ertalablari ishga kech qolayotgan bo'lsangiz, bitta sizga yechim bor. Bor yo'g'i 930 ming AQSh dollariga ushbu kvadrokopterni xarid qilasiz va ishingizga hech qolmasdan yetib olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu kvadrokopterimizda uyingiz yoniga qo'yib qo'yasiz yoki tom qismida vertolyot qo'yadigan joyingiz bo'lsa, o'sha joyga qo'yib qo'yaverasiz uchastkalaringizga. Shundan qo'yasiz, dala hovlidan chiqasiz. 700 metr tepalikkacha chiqa oladi. Agar mabodo yo'lda ag'anab tushmasangiz, ishxonangizgacha tezkorlik bilan yetib olsangiz bo'ladi. Kvadrokopter ham tezkor, ham yengil bo'lishi uchun karbon detallar juda ko'p qismlarda ishlatilgan bo'ladi va o'rindiq bor yo'g'i bir dona bo'ladi. Sportivniy avtomobilda ham bunaqa darajada o'zini o'ylamaydi. Sportivniy avtomobilda hech bo'lmasa ikkita o'rindiq bo'lsa, bu o'rindiqda faqat bitta, uni ham avto podogrev hech narsa yo'q. Xuddiki ko'chadagi skameykaga o'xshagan bitta skameyka bor, bemalol o'tirib ketib olsanglar bo'ladi. Agar mabodo kimgadir qiziq bo'lsa, bu kvadrokopter bizani yetkazib berishimiz mumkin. Bojxona to'lovini endi o'zingiz kelishib olasizlar, bilmayman nech pul chiqadi, balkim $1 million gacha ham yetib qolishi mumkin.